Mehri bilan so'zlashinglarga shunday saqlaydi, shunday chiroyli o'zimizga, turmushimizga qo'yib beradi. Didor Shirin deya yig'ilgan azizlarimizga chin yurakdan assalomu alaykum deymiz. Seni diye iş şarabını içtim. Ruhunu şad kılışın, ulum Allah'larına ruhunu şad kılışın, Türklerimiz qanday yaxshi joylarni qurdilar, qancha joylarni obod qildilar. Shu qatorda shunga obod qilishga hissa qo'shgan eshon avlodi zurriyotlardan yonida bizni sinfdosh bosqindan kamiz tutdi. Asl bir şahsi buyuruyor. Ota-onamni tarbiyasini ko'rgan inson, ularni duosini olgan inson o'z ustoziga so'z beradi. Mehnat frontiga, ya'ni kelajak uchun kurashga chiqqanda yonimda ustozim turgan. Yo'l yo'ri ko'rsak, butun O'zbekiston taniydigan ustoziga so'z beradi. Rahmat. Assalomu alaykum. Farklı sırtlasında bize her zaman yıkılan. Hemen esnip. Her gapte. Gitme yıkılganda. Bizani qatorımızda yurganlarni
ruhi shod bo'lsa-da bularni haqqiga duo qiladi. Lekin har doim yig'ilganimizda eslaganimizda nomma-nom eslaymiz. Rahmatli, Baxtiyor, Toshpo'latov rahmatli, O'tkir rahmatli, yana O'tkir rahmatli, shu qatorda Abdulla rahmatli, Buzoqiyga. Xotib, mavjudaxonni birga bo'lganmiz, qancha yig'ilishlarni birga hammani nomma-nom aytamiz. Lekin hech qachon undoq bo'ldi deb yomon gap gapirmaymiz. Aytamiz, shu bola qanaqa edi deb duo qilamiz. U bola qanaqaligini bitta maktabda nima voqealar bo'ldi. Xatlarda qanaqa yig'ilganmiz, nimalar to'g'risida gapirganmiz, shularni izohlaymiz. Qo'shinimizni olib qo'ying. Yana bitta mahalladoshim Zafar Omonov Haji katta rahmat. Mana shu narsalarni uyushtirganlar. Yana bir marta do'stlarimga qanday shunaqa albatta yetilgan gap O'quz uzoqqa borsin. Begonalar bormisiz, omonmisiz? Begonalar bormisiz, omonmisiz? Jam bo'lishib ochilib gulzormisiz, yoring? Ochilib gulzormisiz, joning? Yormisiz, joning? 90-maktabdan assalomu alaykum. Turganlar hammasi bir-biriga o'sha nima deydi? Yoshlikdan katta bo'lgan. Birinchi sinfda bir-birimizni tanishib boshlagan. Shuncha vaqt o'tib o'rtada 55 yil o'tirganimizga hozir yana alanglab xuddi birinchi sinfga kelgandek yana boshqatdan bir-birimizni bir-birimizni tanib oldik.